kino.com taqdim etadi. Men hayotda vaqtimni bekor o'tkazishni xohlamayman. Har bir soniya, har bir daqiqa g'animat deb yashayman. Lekin yaqinlarimning aytishicha, men ziqna, pulga pishiq ekanman. Balki meni bu dunyo qarashim ularga shunday tuyulsa kerak. Nima bo'lganda ham, hozirda soddagina ayolim Oydin va shiringina qizalog'im Madina bor. Biz otam va ukam bilan bir xonadonda yashab kelmoqdamiz. Oydin, sendan bir narsani so'ramoqchi edim. Nimani? Ishxonadagi hamma xodimlarning qo'lida oxirgi modeldagi telefon, tagida yangi mashina. Men ham bir oxirgi modeldagi telefon olsam ekan, nima deysan? Qaysi pulingizga olmoqchisiz? Mana yaqinda oyligim olaman. O'shani yoniga ozgina qo'shsam, zo'ridan olardim. Undan ko'ra Madinani bog'chasini pulini to'lang. Anavi gazchi ham 10 kundan beri so'rab keladi. Hali oylik olmadilar deb javobini berib yuboraman. Shuncha xarajat turganida hozir telefonga balo bormi? Boshlandi. Sizchi faqat o'zingizni o'ylaysiz. Ishingizni o'ylaysiz. Men bitta ko'ylak olib bering desam, har xil bahonalarni o'ylab topasiz. Majlis tugadimi? Qanaqa majlis? O'zing kecha qo'ng'iroq qilib, ertaga soat 9 da majlis bor deganding-ku. Ey do'stim, hazillashgandim. Bugun qanaqa kun? Seshanba. Ish kuni. Bugun 1-aprel, bir hazillashay degandim. Shunaqa ham hazillashadimi? Men senga ishonib, choy ham ichmay kelibman. Madinani bog'chaga ham borolmadim. Rasmiyni qara. Yangi telefon olgandim. 1.800.000 ga. Zo'ra o'rta, buni qara. Zo'r telefon ekan. Ey do'stim, sen hali ham eski telefoningni ishlatib yuribsanmi?
Tug'ilgan kuning qachon edi? Nima edi? Endi senlarga o'tirishga berishim kerakmi? Albatta yo'q. Ishxonadagilar bilan yig'ilib tug'ilgan kuningga telefon beraylik dedim. Xafa bo'lma. Sen ham yaxshi telefon tutasan. Xayr. Xayr. Hali sen bilan ko'p hazillashamiz. Qarang, kayfiyat yo'qmi bugun negadir? Ha, o'zi shunaqa-yu. Alo, Oydin. Ha, dadasi. Assalomu alaykum. Yaxshi yetib oldingizmi? Rahmat, yaxshi. Senga bitta sovg'am bor. Voy, qanaqa sovg'a? Bugun konsertga bilet berishdi. Voy, zo'r-ku. Chiroyli ko'ylagingni kiyib tur. Konsertdan chiqib restoranga ham boramiz. Rahmat, dadasi. Unda kelguningizcha men tayyor bo'lib turaman. Bo'pti, xo'p. Rosa xursand qildingiz. Yaxshi yetib kelib oling. Kutaman, xayr. Voy. Qanaqa konsert bor ekan bugun? Biz ham 1-aprel qilib hazillashaylik. Qo'ymaysan. Hozir kelyapman. Voy, Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Rahmat, tinchlikmi? Xursandman. Voy, bugun kuyovingiz meni konsertga olib chiqmoqchilar. Muncha zo'r. Shu eng chiroyli ko'ylagingizni berib turing. Xo'p, kir, gaplashamiz. Yur, o'zing ko'rib tanlab olasan. Xo'p. Babajon, Ho? sizga qarash bormi? Yo, menga qarashmang, qizim, kalavatga chiqib o'tiring. Xo'p. Ha? Babajon, charchamadingizmi? Charchasizmi, o'zim ishlaringizni qilib qo'yaman. Ya, siz shu yerda o'tirsangiz bo'ldi, bolam. Xo'p bo'ladi, babajon. Madina qizim, Hoy, kirishlarga kiyimlaringni almashtiramiz. Yo'q, men babajonimga qarashyapman. Voy, hozir dadang kelsalar konsertga boramiz-ku. Yo'q, men konsertga bormayman. Kelin, sizlar Anvar bey bilan borib kelaveringlar, bu men bilan o'tiradi. Ha. Xo'p, rahmat dadajon. O'zinglar o'ylab Rahmat. kelaveringlar. Bobojoningga qarashib tur, Madina. Xo'p. Babajon, Ho? siz ham konsertga borasizmi? Yo, men sen bilan uyda o'tiraman. Xo'p. Hozir. Chanqab ketsiz menga ayting, men o'zim sizga choki beraman. Voy, o'zi o'rgili ona qizimdan. Assalomu alaykum, Anvar aka. Yaxshi keldingizmi? Assalom, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ketdikmi? Qayerga? Konsertga? Qanaqa konsert? Voy, nega tirjayapsiz? Ishxonangizdan bilet berishgandi-ku. Bugun 1-aprel-ku, jinnivoy. Hazillashgandim. Bugun chiroyli bo'lib, uyda o'tirasan. Rahmat. Yolg'onchi. Asror. Assalomu alaykum dada. Dadam keldi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aka. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingizmi? Qalaysan? Rahmat, yaxshi. Ha, nima bo'ldi o'g'lim? Onam rahmatli menga juda sodda qiz topganlar-da. Hazillashib konsertga boramiz desam,
rostdan kiyinib kutib o'tirgan ekan. Bugun 1-aprel-ku. Xotining ishdan kelganingda bayramdek kutib olsa yaxshi-da, to'g'rimi? Yaxshi. Hech seni hazilling tugamadi. O'zi sen bilan bir yaxshilab hazillashib qo'yishim kerak-da. Asror, qaychini uzat. Uzat qaychini. Tushasizmi yo chiqaymi? Ye chiq. Ber. Hop kel. Turjama. Oyoqqa bor o'tir. Ishlayapsan? Anvar? Ha, dada. Ichkaridagi konsertdan havorab qo'ygin, yig'lab kirib ketdi. Xo'p. Hali qaynanan kelsa, gala konsertni ko'rsatadi senga. Gala konsertiga. Anvar aka. Dadasi. Yana nima? Turing. Sizda gapim bor. Nima gap yana? Turing. Nima gap shu paytda? Ertaga oylik olasiz, to'g'rimi? Bu narsa olib berishga pul yo'q. Oylik olishim bilan beradigan joylarim bor. Voy tavba, men o'zimni emas, sizni o'ylab gapirayotgandim. Rostdanmi? Xo'sh. Ana kuni ishxonamdagi hammada yangi telefon bor deyotgandingiz-ku? O'ylab ko'rdim. Qarasam, rostdan ham eski, ko'rimsiz telefoningizni tutib yuribsiz. Siz ham ola qoling o'sha yangi telefondan. Rostdanmi? Qanaqasidan olsam ekan? Eng qimmat, eng zo'ridan oling. O'zi qancha turadi? O'sha eng qimmat deganingiz. Ana ishxonamdagi Zafar bor-ku. O'sha 1.800.000 ga olibdi. Voy, buncha qimmat. Agar siz u telefonni olsangiz, bir oy hech nima yemay o'tiramizmi? Hali mashinani ijara haqini ham to'lamagansiz. Shuncha pulni qayerdan olasiz? Bir gap bo'lar, oydin. Amallab turarmiz ro'zg'orni ham, ijarani ham. Oldin telefonni olaylik. Hop. Mayli. Hop. Sendan ham aqlli fikr chiqarkan-a? Albatta. Assalomu alaykum. Salom. Keling aka. Xo'sh, xizmat. Mana bu telefonlarning narxi qancha ekan? 2 million. Xuddi shuni oqi ham bormi? Bor. Ko'rsating. Hozir. Mana. Buni narxidan ozgina o'tib berasizmi? Yo'q, aka, bo'ladigan narx. Shundaymi? Bo'ladigan narx shu. 2 million. Mana shundan yechib olasiz. Kodi 4-1. Xo'p, bo'ladi. Anvar? Qalaysan, o'rtoq? Yaxshimisan, Zafar? Bu yangi telefon olay debsan-da. Ha, mana buni ko'rchi. Sen telefondan farqiga borasan-u. Zo'r-ku bu. Yaxshimi? Zo'r telefon bu. Endi biz ham bir yaxshisidan ishlataylik. Ha, mayli. Nima bo'lganda ham yaxshi kunlaringni ishlatgan. Xo'p, ko'risharmiz. Rahmat. Kelib turing. Nima qilarding o'zingni qiynab qimmat telefon olib, Anvar? 2 millionga telefon oldingmi? Demak, senda pul ko'p.
Kechiray, sizga nima ekan? Mana buni kechirasiz. Nech pul dedingiz? Nech pul buni narxi? Buni narxi 30 ming turadi. Bo'ladi. Oydin. Oydin. Ha, Anvar aka, yaxshi keldingizmi? Uyda hech kim yo'qmi? Yo'q, tinchlikmi? Mana buni qaragin. Telefon oldingizmi? Buni qara. Qanaqa telefon oldim? Buncha zo'r. Mana ko'r. Voy, chiroyliligini. Ochib ko'rmaysanmi? Yo'q, qanaqa qilib? O'zingiz oching. Voy. Sen kirroq Oydin. Xo'p, namuncha vahima qilasiz? O'zi zo'rg'a oldim-da. Ishxonamdagi do'stim oylikdan ham qarz oldim. Yaxshi qilibsiz. Faqat dadam qanchaga oldilaring deb qolsalar, 50 mingmi, 100 mingmi deb aytgan, xo'p? Xo'p, 50 ming deb aytaman. Agar 2 millionga olganimizni bilsalar bormi? Boshimizda yong'oq chaqadilar. 2 millionga oldingizmi? Yangi telefonga yangi raqam ham oldim. Mana bu senga. Rahmat. Menga yangi raqamingizni Anvar aka deb yozib bering. Xo'p. Mana. Rahmat. Seni nima deb yozib qo'yay? Oydinim deb yozib qo'ying. Nima deb? Oydinim. Eski telefon deb yozib qo'yaman. Unda mana bunga ham yangi telefon deb yozib qo'ying. O'zingiz raqamingizni. Xo'p. Ovqat pishdi. Kiyimlaringizni almashtirib chiqarsiz. Xo'p, hozir. Oling dada, boshlang. Olinglar. Oling. Bismillahirrohmanirrohim. Oling Olinglar. qizim. Yemayman. Hozir. Alo. Ha, Davron aka. Ha, men. Hisobotni o'zlariga olib kirib berganman. Anvar telefonni o'zgartirdimi? Ha, yangi telefon oldilar. Sendan so'ramadim. Ovqatingni ye. Yangi telefon oldilar. Hozir hamma ishxonadagilar shunaqasidan ishlatishar ekan. Chiroyli telefon ekan. Ha, zo'r telefon. O'rtalarimda ham bor. Men sendan so'ramadim. Ovqatingni ye. Xo'p. Narx qancha ekan? Narxi mana ovqatim yo'qmi? Narxi 50 ming so'm ekan. Ha, 50 ming so'm bo'lsa, bizga ham bersa bo'lar-ku. Dada, men oldin o'qishni bitirib olay. Keyin sizga ham, o'zimga ham xuddi shunaqa telefon olamiz. To'g'risi ovqatim yeb bo'ldim. Ovqatingni ye, kam gapir, xo'pmi? Oling qizim, oling. Kim ekan u? Ovqat paytida bezovta qilayotgan. Ishxonadan dada, ishxonadan olinglar. Ol. O'rtalari qilgandir-da. Ovqatingni ye. Yeyapti ovqatini. Xo'p dada. Ol. Anvar aka. Anvar aka. Kiravering. Keling. Ya, Artugur uyda ekansiz-ey. Ya, assalomu alaykum. Yana sizmi? Ha? Erinmas ekansiz. Keling degan ekansiz. Keldim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz?
Lekin hali oylik olmadim. Oldindan aytib qo'yay. Men sizdan oylik oldingizmi, olmadingizmi so'rayotganim yo'q. Ana gaz hisoblagichni ko'rib qo'yaylikchi. Menga qarang, qanaqa odamsiz? Past bo'yli, dumaloqqina, qorachadan kelgan. Hazillashmang men bilan. Hozir ko'nglimga hazil sig'adimi? 10 kun oldin kelib tekshirib ketdingiz-ku. Har 10 kunda kelib bunaqa asabga tegsiz. Hali men maosh olganim yo'q. Menga qarang, basharangizni to'g'irlang. Xo'pmi? O'chirayni. Tushunmadim. Suvi o'chiring. Isrof bo'lyapti. Ana uni baribir ko'rishim kerak. Menga qarang, ishga kech qolyapman. Ko'rsangiz tezroq ko'ring faqat. Bo'l. Tezlashtiring. Yop. Ash. Chiroyli raqam bo'pti-yu. Anvar aka. Pulini to'lamasangiz uzib ketaman, men hisobdagi raqam bilan maqtanib yurasiz. Ayda. Bog'chapam yangi she'r o'rgatdilar. Oydin, bo'la qolmaysanmi? Ishga kech qolmay yana. Hozir chiqamiz Anvar aka, hozir. Dado, menga yo'ldan cho'pa chiqsa berasan? Voy asal qizim, olib beraman. Tezroq bo'la qolinglar, xo'p? Xo'p. Ya, ana bo'ldi, aka. Ko'radiganimni ko'rdim. Endi Hozir Anvar ketamiz, aka, qizim. hisobladim. 100 ming so'm bo'pti-da, to'lash kerak-da. Tushunmasligingizni qarang. Men sizga tushuntirdim-ku, oylik olganim yo'q hali. 100 ming deb yozib qo'yganingizni Siz qarang xavotir yana. olmang, men buni o'zim uchun yozdim. 100 mingni o'zim uchun yozdim. To'lang deb emas. Meni ham to'g'ri tushuning, xo'jayinlar meni ham urishyapti-da. To'lamadimi? Shartda keskin deydi. Men sizni hurmatingizni qilib kesmayapman. Xo'p, to'layman deyapman-ku. 2-3 kunda xabar oling, to'layman shuni. Bo'ldi, 2-3 kundan keyin kelaman. Yana bahona qilib to'lamaydigan bo'lsangiz, shartda kesaman. Ketamiz boy. Qanaqasiga kesasiz? Dadang kes. Indamang. Har doim bir bahonasi bor-ay bularni. Xatis 5 ming o'tdi tag'im. Olibdi. Quruq, cho'nchakda bir sim puli yo'q. O'zi shunisi yetmay turgan. Mani uchun chim 3,5 ming. Assalomu alaykum. Kataka soldan. Alaykum. Sizni to'lagan. Yo'q, sizlar to'ladinglar. Asabiylashmang. Ko'rmaysan mana. Assalomu alaykum Anvar aka. Va alaykum assalom. Siz tergan raqam bilan vaqtinchalik aloqa yo'q. Assalomu alaykum Anvar aka. Va alaykum assalom. Hisobot tayyor bo'lgan bo'lsa, Ravshan Shokirovichga olib kirib bermoqchi edim. Ozgina chalasi bor. Tayyor bo'lishi bilan o'zim olib kirib beraman. Xo'p, yaxshi. Nega kayfiyatingiz yo'q? Hammasi yaxshi. Salom. Qo'ng'iroq qilibsanmi? Kim bu? Bu men. Kimsan?
Asabiylashma. Shartlarimga tayyormisan? Qanaqa shart? Menga pul kerak. Men seni baribir topaman. Vahima qilma. Bu ishga hech kimni aralashtirma. O'zingga qiyin bo'ladi. Qayerdasan? Sen qayerda bo'lsang, o'sha yerda. Hazırlaşma. İshonmayman. Senga pushtirang ko'ylak yarashar ekan. Xo'sh, pulni berishga tayyormisan? Qancha pul kerak? $30 milyon. Rozi bo'lmasam-chi? Uch kun ichida yaqin insoningdan ayrilasan.
Senga 24 soat vaqt. Ertaga javobingni kutaman. Oydin. Oydin. Uxlolmayapman. Uxlasangizchi. Haliyam o'sha telefoningizni o'ylab yotibsizmi? Topilar o'sha telefoningiz. Javob yozmasang ham bilaman. Uyqing kelmayapti. Siqilganingdan sigaret chekayotgandirsan. Xavotirlanma. Qani o'zi keyin ahmoq qiladigan bo'ldingmi? Tushunmadim aka, nima deyapsiz? Qani olchi bu yoqqa telefonni. Telefonni ber dedim. Tinchlikmi aka, nima bo'pti o'zi? Ushla telefoningni. Kech bo'ldi, yotib uxla. o'n soat vaqting qoldi. Javobingni kutaman.
Tavba. Alo. Ha, Mohir opa. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Pochcham yaxshimilar? Jiyanlarim yaxshimi? Rahmat. Bugun vaqting bemalolmi? Ha, tinchlikmi? Esingdagimi, bugun jiyaning tug'ilgan kuni-ku. Sesing yaxshi bo'lardi. Ha, men uydagilardan so'rab ko'ray-chi. Albatta boraman, opajon. Xo'p, kutaman. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Qachon keldingiz? Kelganingizni ham sezmay qolibman. Ha, mayli. Choy damlab beraymi? Mayli. Achchiqqina qilib ko'k choy damlang. Chiroylisan. Hozir majlis. Xo'jayin chaqiryaptilar. Oynaga keyin ham qarayverasan. Kechikmasdan kirgin. Alo. Assalomu alaykum, dadasi. Ha, Oydin, senmiding? Dadasi, sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Bugun Mohir opamning o'g'illarini tug'ilgan kuni ekan. Shunga borib kelsam bo'ladimi? Xayrli tong. Alo, Anvar aka? Eshityapsizmi? Anvar aka? Xo'p, boraver. Men ishda edim. Hozir majlisga kirishim kerak. Boraver. Xo'p, yaxshi. Bir soat vaqting qoldi. Donna saryog'i sevillab yeyiladi. Hozir Ravshan Shokirovich keladilar. 5 daqiqadan keyin majlisni boshlaymiz. Vaqt tugadi. Majlisda o'tirib zerikmadingmi? Qayerdasan? Sen qayerda bo'lsang o'sha yerda. Maqsadga o't. $30 million. Agar aytganing bo'lmasa-chi? Ikki soat ichida uyingdagi kimdirdan ayrilasan. Uydagilarimni tinch qo'y. Qizing hozir bog'chada bo'lsa kerak.
Nima desang roziman, bajaraman. Sizga kim kerak? Tinchlikmi? Madina qani? Menga Shahloxon bolaga qarab turing, tushlikdan keyin kelaman degandilar. Hozir kelib qoladilar. Tinchlikmi o'zi? Opajon, qarang vaqtni tez o'tishini. Bolalarimiz katta bo'lib qolishdi. Ol, ich. Gapirma. Xushnujon yaqinda chaqaloq edi. Shu mana 10 yoshga ham to'ldi birpasda. Shirin Gapirma. Asalligini Siz ham ochinglar-chi, ke? To'xta, o'zim ochib beraman. Oyim kattalar joyiga qo'yib qo'y. Xo'p. Hozir. Kim? Voy, assalomu alaykum Anvar aka. Keling. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bog'chadagi Shahlo opa kim? Nima bo'ldi? Tushuntiribroq gapiring. Qanaqa ayol o'zi u? Nima bo'ldi? Qo'rqitmang. Madina bog'chada yo'q. Voy, Madina ichkarida bolalar bilan o'ynab yuribdi. Ichkariga kiring. Rostdanmi? Ha? Shu yerdami? Madina. Qizim. Ketamizmi? Ketamiz. Assalomu alaykum pochcha. Va alaykum assalom. Xushnudbek, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Ha. Akam tug'ilgan kunlari. Yo'q, shunaqami? Ha. Tabriklaymiz Xushnudbek. Rahmat. Yuzga kiring jiyan. Kiring pochcha tortiymiz. Xo'p. Sizlar kiraveringlar qizim. Men hozir kiraman, xo'p? Xo'p. Bog'chadan olib ketibsan. Bir og'iz aytib qo'ysang bo'lardi-yu. Men sizga qo'ng'iroq qilib tusha olmadim-da. Maylisda edim. Voy, Aytdim. Anvar aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kiring. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat, kirsangiz bo'lardi. Rahmat. Aziz aka, bojangiz keldilar. Anvarjon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tabriklaymiz. Toy bola tug'ilgan kunlari bilan. Rahmat. Hamma narsa tayyor. Yuring. Uzr, men ozgina ishlarim bor edi. Shularni bitirib kelaman. Kirsangiz bo'lardi. Choyxonaga ham o'tmay qo'ydingiz. Bugun kelaman. Ish qilib o'zingizlar ketib qolmanglar, xo'p? Men o'zim kelib sizlarni olib ketaman. Xo'p. Kirsangiz bo'lardi, Anvarjon. Madina shu yerda? Ha, shu yerda. Tinchlikmi Anvar aka? Mayli. Yaxshi o'tiringlar. Kutaman, Anvarjon. Xo'p. Qani, yuringlar. Tortni kesamiz. Farzand joningdan ham shirin, ha?
Topdingmi? Kimni? Pulni? Yo'q hali. Men aytgan vaqt ichida pul topmasang ayrilasan. Nimadan? Kimdan? Pulni qayerga olib boraman? Oldin pulni top. Keyin men aytaman. Menga vaqt ber. Senga 3 kun vaqt. Ha, Anvar? İştahan yo'q. Yeyaveringlar dada. Meni qornim to'q. O'sha yo'qolgan telefoningiz siqilib o'tiribsanmi hali ham? Ha, yo'q dada. 50 milli telefonga siqilmayman. Asror aytdi. Qancha turishini. Lekin hozirgi ahvoling 2 million 3 million narsani yo'qotgan emas. Xuddi 30-40 millionni o'ylab o'tirgan odamga o'xshaysan. Aka, xohlisiz telefon toptirib berishim mumkin? Senga hech kim gapirgani yo'q. Ovqatingni ye. Siqilma. Ol ovqatingni ye. Keyin siqilasan. Keyin siqilasan? Ha, ovqatingni yeb olib, bemalol bafurjaz siqilaverasan. Bir kuning o'tdi. $30 milyon. Topdingmi? Sen qayerdan toparding shuncha pulni? Gazga pul topolmagan odam.
Jinni bo'lsangiz, jinniman deng. Bering men telefonni. Xotinimga yozgan SMS'larim bor-ku. Hey. Voy. Kestisam bo'lar ekan-a? Ey. Tursunboy, nima shu ovqat? Assalomu alaykum, Hikmat aka. To'laganmi? Bilaman to'laganingizni. Qayerdan olaman shuncha pulni? Yoki biron bir odamdan qarz so'rab tursammikin? Xo'sh, gapim to'g'rimi? Salom Nigoraxon. Assalomu alaykum. Xo'jang o'zlaridamilar? Ha, o'zlaridalar, kiravering. Rahmat. Assalomu alaykum. Marhamat. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling. Marhamat. Xo'sh, xizmat Anvarbek. Bilasizmi Doniyor aka? Bir iltimos bilan chiqqandim yoningizga. Qo'limdan kelsa bachona dil. Xo'sh, nima xizmat o'zi? Shu men bir odamdan ozgina qarz olgandim. Agar pul berib tursangiz, men 1-2 yilda ishlab albatta qaytarardim. Demak, 1-2 yilda ishlab qaytarasiz. Ha. Qancha kerak o'zi? Haligi 30 millionmi? Yo, aytavering, 30 millionmi? Ha, 30 million. Ertaga xabar olasiz. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman endi Anvarbek. Mayli. Rahmat. Sog' bo'ling. Aka, uyqungiz kelmayaptimi? Ha, yo'q, o'zim shundoq. Toza havoga chiqqandim. Tinchlikmi? Shoningizda biror bir muammo yo'qmi? Yo'q, tinchlik, tinchlik. Agar telefoningizda o'ylayotgan bo'lsangiz, o'sha gap. Qidiruvga bering. Balki topilib qolar. Bo'pti. Kirib damini ol. Bir gap bo'lar. Anvar aka, telefoningiz qolib ketyapti.
Ber. Shkafda yo'qolgan telefonni qutisi turibdi. O'shani ham olib chiq. Xo'p. Dada, Xo'p, Ariqchan bog'chaga borsam maylimi? mayli qizim, mayli. Faqat bugun oyim bilan borasan. Xo'p. Mana, Mayli, yaxshi o'tiringlar. yaxshi borib keling. Donna saryog'i sevilib yeyiladi. Bu Bir kun qoldi. Yaxshi. Pulni topdingmi? Ha. Unda ertaga kechki soat 18:00 da pulni kutaman. Qayerda? Bir restoranga olib borasan. Nomini ayt. Ertaga aytaman. Men siz aytgan hamma pulni aytib qo'yganman. Faqat bir kun kutishga to'g'ri keladi, Anvarbek. Ertaga bo'ladi. Ha, bo'ladi. Hammasini shu yerdan olib ketasiz. Soat nechalarda bo'ladi? Nega xavotir olasiz, Anvarbek? Sizni bu ahvolda hech qachon ko'rmaganman. Yo'q. Tushuntirdim-ku, bir odamdan qarz olganman. Ertaga oxirgi muddati tugaydi. Shuning uchun Xo'p dedim-ku, ertaga keling. Tag'in pulni olib Anvarbek restoranga, do'stlar bilan. O'tiring, marhamat. Hazil. Ertaga keling, pulni hammasini tayyorlab qo'yaman. kechirasiz, Ravshan aka. Menga 30 million kerakligini siz qayerdan bildingiz? O'zingiz aytdingiz-ku. Men sizga pul miqdorini aytmasimdan 30 million kerakmi dedingiz? Shunga so'rayotgandim. Siz 2 yil ishlab bo'lsa ham hamma qarzimni qaytaraman deb aytdingiz. Sizni 2 yillik daromadingiz bo'lsa, 30 million atrofida. Oddiy arifmetika bu, Anvarjon. Tushunarli. Uzr, unda ertaga kiraman. Oğlum, nega uxlolmayapsan? Uyqum kelmayapti. Bilaman.
anchadan bir o'zingni o'zing siqasan. Hozirgi zamon insonlari hech qaysisi telefonsiz yasholmaydigan bo'lib qolgan. Hatto ba'zilar yaqinlaridan telefon orqali xabar oladigan bo'lib ketgan. Mehr, oqibat nimaligini esdan chiqarib qo'yishgan. Bilib qo'y o'g'lim. Bu dunyoda topiladigan va topilmaydigan boyliklar bor. Topiladigan boylik har qadamingda uchraydigan boylik. Topilmaydigani yo'qotganingdan keyin boshqa topilmaydigan boylik. Kech bo'ldi o'g'lim. Kirib damingni ol. Xo'p. Men ham dam olaman. Yaxshi dam oling. Yaxshi yotib tur. Kecha nega to'yga kelmadinglar? Zo'r guruhlar keldi. Yaxshi ashla ichdi. Zo'r bo'ldi. Yaxshimisiz Nigoraxon? O'zim qo'ng'iroq qilaman. Assalomu alaykum. Ravshan aka o'zlaridamilar? Yo'q edilar, hozir kelib qolsalar kerak. Ha aytganday. Mana buni Anvar kelsa berib qo'yasiz deb tashab ketuvdilar. Aytganday. Kelib qolarmikinlar? Kutib turaymi? Bilmadim, kelib qolsalar kerak. Xo'p. Pul tayyormi? Ha. Unday bo'lsa, Le Marokko restoraniga olib bor. Yaxshi. Faqat o'zing kel. Ortiqcha harakatlanish o'zingga zarar keltiradi. Tushunarli. Anvar bey, Shokirjon, yaxshimisiz? Tinchlikmi, tashqarida turibsizmi? Xo'jayin keldilarmi? Restoranda uchrashuvim bor dedilar. Aniq aytmadilar. Tushunarli. Xo'p, mayli unda, Xo'p, sog' mayli, bo'ling. sog' bo'ling. Kel deyman. Kechirasiz, biron nima olib kelingmi? Yo'q, kerak emas. Xo'p, bo'ladi. Men shu yerdaman. Qayerda?
Oydin. Assalomu alaykum Anvar aka. Bu nima qilganing? Meni bu yerda ko'rib hayron qolayotgandirsiz a? Qadrli telefoningizni topdingizmi? Siz uchun oila ikkinchi darajali bo'lib qolganini sezganimdan so'ng shu rejani amalga oshirishga harakat qildim. Faqat qilgan ishimga jahlingiz chiqmasin. Nima qilgan bo'lsam ham sizni o'zgartirish uchun qildim. Ana u diplomatdagi pul bo'lsa kerak-a? Ha. Demak, inson harakat qilsa, topsa bo'lar ekan. Shunaqa chiroyli restoranda siz bilan chiroyli kiyingan holda tug'ilgan kunimni nishonlashni doim niyat qilardim. Agar ushbu reja amalga oshirilmaganda, siz meni bugun tug'ilgan kunim ekanligini ham unutgan bo'lardingiz. Ha. Lekin bu shuncha voqealar, xabarlar hammasi sening ishingmidi? Ha. 1-aprel kuni qilgan hazilingiz esingizdami? Ha, esimda. Men ham bir hazil qilay degandim-da. Tug'ilgan kuning bilan Oydin. Rahmat. Madina qani? Madina bilan Mohira opam hozir birga kelishadi. G'alati bo'ldi-yu. Shoshilib senga sovg'a olishni ham esimdan chiqarib qo'yibman. Oilaning tinchligi inson uchun eng katta sovg'a menimcha. Telefonga bergan mehringizni oilaga bersangiz, bundan boshqa hech narsa kerak emas. Shartlarimga tayyormisan? Nima gap? Bu ham seni rejangmi? Tushunmadim.